Jamiyatimizda juda ko'p yigitlar yoki ayollar ham juda ko'p katta kreditlarga kirib, kreditlar to'laydi. Masalan, shunaqa insonlar bor atrofimizda, 20 ming, 30 ming, 40 ming dollargacha har oyda kredit to'laydi. Lekin hech barakasi yo'q. Nega? Chunki ular otasini qismatidan, otasini bosib o'tgan umr yo'lidan, otasini bosib o'tgan hayot yo'llaridan norizo. Masalan, sizni otangiz ichadi va siz juda katta kredit to'layapsiz, qarz to'layapsiz. Nimaga barakangiz yo'q? Chunki otangizni hayotidan norizosiz, otangizni qismatidan norizosiz, uni ayblaysiz. Qachon uni siz tilingizga chiqarmasligingiz mumkin, lekin qalban, dilingiz bilan otangizni bosib o'tgan hayot yo'lidan siz ayb qidirasiz. Ana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, sizning hech qachon barakangiz bo'lmaydi. Ota-onani muhokama qilish, ota-onani ayblash, ota-onaning kamchiligini topish farzandga emas. Imom Basriydan so'ragan ekanlar. Ota-onamiz noto'g'ri yo'ldan yursa, fahishga ketsa, ichki ichsa, halol bo'lmagan ichimliklar ichsa, biz ularni muhokama qilishimiz mumkinmi deganda, Imom Basriy javob bergan ekanlar. Otangizni oyoq kiyimiga bug'dag'aylanib qarashga haqqingiz yo'q degan ekanlar. Modomiki shunday ekan, baraka yo'lingiz ochiq, baxt yo'lingiz go'zal bo'lishini xohlasangiz, ota-onangizni bosib o'tgan umr yo'llarini shikoyat qilishni to'xtating.